Chet elda yashashning yana bir plyusi, hamma joyda emas, asosan Yevropada yashash plyusi, shahar juda ham qulay piyodalar uchun va shaharda juda ham ko'p parklar bor. Tasavvur qiling, hozir men uyim oldidagi parkdaman. Bu park tepalikda joylashgan, hozir ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Orqamda hamma chiroyli manzara bor. Yana bitta plyusi, sentrga uzoq emas, 10 minutlik yo'l. Hattoki sentrda o'zida ham chiroyli parklarni topishingiz mumkin. Tozalikka kelsak, hamma joyi ham toza emas, lekin havosi ancha toza. Bu ham shu parklarning hisobiga. Shuning uchun ham agar ishlagani kelmoqchi bo'lsanglar, kelish maslahat beraman. Ishlab, experience olib, iloji bo'lsa pul to'plab, bu yoqdan uy olib, keyin O'zbekistonga ketishinglarni maslahat beraman. Kanalimga obuna bo'linglar va yangi shunaqa videolarni kutib qolinglar. Hammaga xayr.